Hammaga salom. Sizlar bilan men Mustafa. Bugungi videoga men sizlar uchun juda ham qiziqarli mavzu tayyorlab qo'ydim. Ya'ni biz Minecraftda vijivaniya qilamiz. Bu videomiz juda ham qiziq bo'ladi. Yaxshilab o'rnashib oling. Yaxshilab o'rnashib olgan bo'lsangiz videoni boshlaymiz. Aytgancha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Chunki mening bir maqsadim bor, bu 50 ta obunachiga erishish. Bunda sizning yordamingiz kerak. Bo'lmasam boshladik. Mana merimizga ham kirib olamiz. Men sizlar yo'qligingizda allaqachon buni boshlagan edim. Albatta men juda ko'rinishda ko'rinyapman. Qo'limdagi nima deb o'ylaysizlar? Mayli, unda kamera olsam ham bo'ladi. Mana bunday qilib. Xo'sh, korotchi. Negadir Minecraftda bunaqangi Minecraft menimcha umidlarda ko'rmaysizlar. Mana bu shundaki oshqovoqning yechib olay. Mana ko'chani ko'ray, ko'cha qanaqangi rasvoravishda ekan. Voy vo. Bular nima o'zi bular nima? Bu nima? Mana shu loymi? Akalar, negadir vobshe o'yinimizda bug bo'lyapti. Nega bug bo'layotganini bilmadim. Mana o'yinimni qaranglar. Ha, tushundim. Bu artefaktni Minecraft lekin piksellari ko'payib boradi videosidan olingan bo'lsa kerak. Birinchi darajadagi grafika. Ha, meni o'yim aniq bunaqa rasvorav emas edi. Mayli akalar. Menimcha bu Minecraft vijivaniya bo'lmaydi. Bu piksellarni boshqacha ko'rinishida bo'ladi. Mana bu yo'qdog'ini qaranglar. Bu verstakni qaranglar. Nima bu o'zi? Bu nima? Mayli-ku bu narsalarni tushunsa bo'ladi. Lekin bularni qanday tushunsa bo'ladi, do'stlar? Qanday qilib tushunsa bo'ladi? Axir bu narsalar nima bu? Mayli, bu videoni tugatsam ham bo'ladi menimcha. Vijivaniyani boshqa videoimda olaman. Hammaga xayr.